Xitoy Xalq Respublikasi. Mana bu Bentley ha. Ko'chalarda ko'raylik, xitoyliklar asli o'zlarini mashinalarini minishyaptimi va qanday mashinalar minyapti, avtomobillar haydashyapti. Mana bu BMW deydi, bu Bentley. Xitoyda haligi lyuks ko'piyalarni ko'raverib, ishonmay qoldim, bu ham o'ziniki-yo, buni ham yasashib olgan o'zi. Qarang, ketdi ko'chada. Bu o'zlariniki. Mercedes, GLA, Nissan, Mercedes, Volkswagen, BMW, Audi, BMW, Volkswagen, Lito, bitta mana yana bitta o'zlarining mashinalari. Mercedes, bu yoqda nima? Bu ham Xitoyniki bu ham? Ayyommi, shunaqa shekilli. BMW, bu ham Xitoy. Audi, Tesla, mana yana Xitoy, Toyota, Mitsubishi, undan keyin yana Li shekilli. Mana Li'ni Li 1mi nima degani? G'alatroq ekan mana shu. Volkswagen, Mercedes va yana Xitoy. Qanchalik minishyapti farq bilinglarchi? Qaysi birini ko'proq minishyapti? Biz ham minsak bo'laveradi Xitoy mashinalarini. O'zlarinikini o'zlari minishyaptimi yo faqat bizga tavsiya qilyaptimi? Faqat bizga, butun dunyoga. Hozir butun Yevropa avtomobil bozorini 40% ga tushirib yuboribdi Mercedes kompaniyasining savdosini. Xitoy avtomobillari dahshatli ta'sir ko'rsatyapti. Asli o'zlari ham minishyaptimi? Bitta solishtirib ko'ringchi. Mana shu oddiy ko'chadagi turgan mashinalardan farqlari. Mana Mercedes kelyapti. Bu yoqda yana Mercedes turibdi, bu yoqda Audi, bu yoqda Volvo, undan keyin BMW, Toyota, ko'chadagi BMW, Cadillac. Bular ham o'zbeklar ekan. Mercedes, Toyota. Uni tushunmadim ama, tanimadim. Bu Xitoy ham bas, boshqa davlat ham bo'lmasa kerak. Nima bu? Savol. Qanaqa model? Taniganlar bormi buni?